Videoning oxiri juda qiziq. Ko'rishlaring mumkin. Eng og'ir vaziyatda qilingan bitta harakat va shuncha bitta oddiy insonga qilingan yaxshilikni rezultatini ko'rishlaring mumkin. Mana Divikka random tushdim. Sheriklarim o'zimniki emas, hech qaysini tanimayman. Lekin bittasi aniq rusligan. Ot birinchi kilni qo'yoldik. Bola. Qilamiz. Ot keyingi klient. Yana qaytib tushdi o'sha klient. Pik. Klient tayyor. Mana shu devor orqasida bittasi bor. Kirsa sherigi ham bor, shuning uchun tashlab qolamiz. Bo'ldi. Xo'p, rabit qilamiz albatta. Ko'pkiyimli soldat bosib kelyapti. Aka. Siqilmay bo'lib turadi. Xo'sh, mana shu atrofda kirsa bor, faqat topa olmayapman. Qayerda bo'lishi mumkin? Xo'sh, brat, yotmay zax o'tib ketadi. Ana. Jonni kamaytirdik. Xo'p, kimdir osmondan tushyapti. Opa. Joningiz bor, yipilat. Yerga yiring-ku. Xo'sh, brat, bizni granatani mazasini tatib ko'rasiz. Mana brat, oling. Tug'ilgan kuningizga. Xo'sh, keyingisi. Allohu akbar. Qani ekan? Brat, ishdan keyib yurish kerak-da, shuning uchun. Mana oxirgi kel. Tarakan. Kirisa. Islom bunaqa emasda endi o'z o'ylarni kirisa deydi ahvolda. Brat, kelishib olamiz. Baqmang. Ozgina kutib turing. Yeb bilat qassobi. Pichoq ko'tarib kelib. So'ymay, hozir brat, 1 minut gap bor sizga. Bir og'iz solovga bering degan olib berdim. Mana. Brat, chiqam, ol, top bo'lsin uchun.